Avtoe'lon ilovamizdagi Matiz narxlaridan boshlasak, eng qimmat Matiz narxi $9000 va u bo'lib to'lash sharti bilan belgilangan. Farg'ona shahri 2014-yil 8000 km masofani bosib o'tgan Matizcha bo'yalmagan narxi $7500 deb belgilangan. Yurib turgan Matizlarning eng arzon narxi $755 ga teng va u Nukus shahrida joylashgan. Matizlarning ilovamizda umumiy e'lonlar soni 2000 taga teng va o'rtacha narxi $2800 ni tashkil etyapti. Bozorda nima gap? Bozorda eng arzon uchratadigan Matizim bu Matiz Best bo'ladi. 2010-yil 8000 km masofani bosib o'tgan, narxi $1700. Eng qimmat uchratadigan Matizim bu Devo Matiz 2010-yil ko'rinishidan saqlanganga o'xshaydi, narxi $6200 ga teng. Holatiga qarab bozorda o'rtacha narx $3000 ga teng.